99 oktyabr ayida boyasında Alpamış'ın 1000 yilligi bo'ladi. Shu ertaga bobolar shu baxshi kelgan bo'lsa dastondan ham aytdimi yo'qmi deb so'rashim mumkin. Ruxsatlaringiz bilan bir 5 minut dastondan aytayım, ondan keyin termayman. Maylimi? Alpamış 7 yil shakta yotgandan keyin misli qulfay bo'lib 50 taka chiqardi boyashining to'yiga haydab borganda qurtashында o'tirganda shunda qarasa Jadigar yetim bolasi jeti qozonga shu vaqtdan o'tin solib qozondan otib pishgan guruchlarni mischada hakkallab terib yeb yurgan shunda birgina yuragining boshi erib ketib, "Jadigar bolam jilik yesang bu yoqqa kel" dedi. Shunda 7 yildan bermagan bunday jilik gapni eshitmagan jetim ustixonda olib shunday yeyat berdi, oshpaz ko'rib sag'ir bo'lganiga sinoqlar qilar ekanda, mehmonga ham og'iz yetmaydi ekan deb sag'irdan yurgan joyi bo'ta ko'zli jo'nagar, "Yenagar yek ko'zingni o'rtasida" deb kaptuna soldi. Shunda og'zi o'rnidan qon to'kilib, ikki tishi sinib, otajonimni ko'rib qolgan bobojon mening otam elga qaytib kelaman, beva qolgan enangning to'yda Jadigar tayoq yeb o'laman deb yegan joyini 5 minut aytayim, ondan keyin termaytaman. Kanamga kelindi meni urgan aşpazaya kıyamet gün salindi atam bolsang meni gelayim mene saya salindi menda ata bolmasaya jirayılay ölindi ata yandı körbe kalım baba Kapkırtıp kelle kalmamış alanda